Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar va obunachilarim. Ana yangi obyektga keldik. Xudo xolasa shu oyog'imizni boshlaymiz. 5 xona uy. Bitta xona bo'lsa mana bu bo'ladi, xudo xolasa. Shedlar kuzatib borsalaring bitgandan keyin yana bitta obzor qilib beraman. Ikkita. Mana bu ekan. Bitlardan bo'ladimi usta yo bo'lmaydimi? Tashqarilari toshvoq bo'ladi. Toshvoq. Tashqarida hammasi toshvoq. Bit bo'ladimi, ha? Ha, ayvoni bo'ladi. Oldu. Kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yaverasizlar. Mana do'stlar, va nihoyat bitdi. 5 xonali obyektimiz ham. Uni tepalari gipsi gardon bo'ladi bu. Uyda yesin xohishiga qarabdi. Buni kvadrati necha pul usta aka? Kvadrati shirishton 25 ming. Bu pastini qilmaganimiz sababi tagi tupli bol bo'ladimi? 2 qotirg'ish yo'qolib ketadi hammasi. Vodiy bo'ylab xizmat qilaveradi usta akalarimiz.